Assalomu alaykum qadrli Ozod Bozor kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Do'stlar, bugun biz sizlar bilan kanal tarixi nimaga yonmasligini sabablarini ko'rib chiqamiz. Shuning uchun kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin do'stlar. Men birinchi o'rinda o'zimning kanalimni ko'rsatib o'tib ketaman. Sizlar ham tushunib olishlaring uchun bu qayerda bo'ladi, kanal tarixini qayerdan ko'rsak bo'ladi deganlar uchun ko'rsatib o'taman. Buning uchun YouTube Studio saytiga kirasizlar. Mana shu birinchidagi sayt. Bunga kirganingizdan so'ng o'zingiz kanalingiz kelib chiqadi yoki bu yerdan mana bu o'ng burchakdan o'zingizga kerakli kanalingizni tanlab olasiz. Mana mening kanalim. Keyin bu pastdagi настройка bo'limi turibdi. Mana ko'rib turganingizdek chap pastki burchakda настройка bo'limini bosdim va bu yerdan ikkinchisiga o'tamiz. Mana ikkinchi bo'limga o'tganimizda va bu yerdan uchinchisi oxirgi mana oxirgisini tanlab olamiz. Mana do'stlar, kanal tarixi mana bu yerda 3-da ko'rsatib turilibdi. Kanal tarixi mana channel history deyapti. Kanal tarixi yongan menda. Bu sizlarda agar yonmagan bo'lishi mumkin. Nimaga? Eng asosiy sabablardan biri bu siz videolarni kam chiqarayotganingiz sabab bo'lishi mumkin. Bu mindsetga yetishingizdan oldin albatta buni to'g'rilashingiz kerak. Siz 30 kun davomida har kuni video qilib borishingiz kerak do'stlar. Videolar sonini ko'paytirish bu kanal tarixi, ya'ni videolaringizni ham tarixini oshirishga yordam beradi. Shuning uchun ko'proq video qo'yishni maslahat beraman do'stlar. Va ikkinchisi, mana bu yerda nomerni ham har doim tasdiqlab qo'yinglar. Ko'pchilikda bu ham tasdiqlanmagan bo'ladi. Mana verifikatsiya fon nomer deyapti. Nomerda albatta yangi kanal ochganingizda birinchi bo'lib shularni tekshirib qo'yinglar. Albatta настройка bo'limiga kirasiz va shu yerdagi nomer tasdiqlab qo'yasiz va ko'proq video qo'yishni boshlaganingizdan so'ng mana bunday kanal tarixi yonadi do'stlar. Eng asosiy sababi shu. Siz kontentni albatta bu kanal aktivi tushgan sari ham kanal tarixi o'chib qolishi mumkin. Nimagaki sizdagi aktiv pastlab boryapti, chunki videolaringiz sifatsiz chiqishi oqibatida yoki siz YouTube'da jalba tushgan bo'lishi mumkin. Aktivingiz pasaygan sari kanal tarixi o'chib qolish ehtimoli ham yuqori bo'ladi do'stlar, yongan taqdirda agar. Keyin ko'pchilik bitta telefondan ko'p nomerlarga do'stlar ko'p Google akkauntlar ochishni maslahat bermayman. Bitta telefonga bitta yoki ikkita kanalingiz bo'lsa ochib yuritishni maslahat beraman. Ko'pchilik yangi kanal ochib masalan bitta telefonda 10 talab Google akkaunt ochish bu sizni IP manzilingiz zararlanishiga olib keladi. Ya'ni YouTube tomonidan siz noqonuniy harakat olib borayotgandek tuyulasiz va kanalingiz ko'tarilishi ham sekinlashib qoladi do'stlar. Bu holat o'zimda kuzatildi. Ko'pchilikka Amerika kanali ochib berish xizmatimiz mavjud, bilasizlar. Shu xizmatdan foydalanib ko'pchilik Google akkaunt ochib berdik. Bizda bitta telefonga kerak bo'lsa 15 ta 20 talab Google akkaunt ochildi. Shuning uchun biz IP manzili zararlandi va kanallarimiz aktivi tushishni boshladi. Sizlarda shu ro'y bermasligi uchun bitta nomerga bitta yoki ikkita Google akkaunt ochishni maslahat beraman. Ko'p ochish bu zararlanishga olib keladi do'stlar. Shuning uchun kontent qilmoqchi bo'lsangiz albatta bitta yoki ikkita kanalingiz yetadi do'stlar. Undan ko'p kanallar oshiqchalik qilishi mumkin. Bitta yo'nalish tanlanglar va Amerika kanalida videolar qilishni, kontent qilishni boshlanglar. To'xtamasdan har kuni video chiqaringlar do'stlar, yoki videoni birinchi tayyorlab olib, keyin kanal ochib yurishni maslahat beraman. Nimaga? Sizda albatta kunlik videolar bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosib qo'yinglar do'stlar. Kanal tarixi yonish uchun eng asosiy qilinadigan ish shu videolar sonini ko'paytirish va kanalni to'g'ri olib borish do'stlar. Agar savollaringiz bo'lsa yoki Amerika kanal ochish kerak bo'lsa bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Video opsiyani esa va kommentariyada Telegram ichiga ham qoldiraman.